O'tgan yili kompotga deb muzlatib qo'ygan olchalarimni qarasam, hali ko'p ekan. Yaqinda уже yengilari chiqadi. Yengilaridan muzlataman dedim-da. Noodatiy olchali pirog pishirishni boshladim. Xamiriga kerakli masalliqlarni yozib qoldirdim. Hammasini birin-ketinlikda solib, o'rta yumshoqlikda xamir qorib olinadi. Tayyor bo'lgan xamirni 15 daqiqaga muzlatgichga tindirganni qo'yib qo'yamiz. Tingan xamirni shunaqa o'rta yuqalikda to'rtburchak qilib yoyib, kesib chiqiladi. Keyin shunaqa birin-ketinlikda tozalangan olchalarni taxlab chiqib, ustidan ozginagina shakar sepib, chetlarini yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Faqat chetini yaxshilab yopishtirib qo'yamiz, chunki olchani suvi chiqib, xamirni ochib yuborishi mumkin. Tayyor bo'lgandan keyin asta-sekinlik bilan shunaqa chetlarini ochib yubormasdan sekin o'rab 180 darajada qizib turgan duxovkaga 40-45 minutga qo'yiladi. Buni ko'rinishidan sovishini ham kutib o'tirmay yeb qo'ygingiz keladi. Buni tez turib tayyorlab yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi. Retsept sizlarga yoqqan bo'lsa, menga podpiska bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Ko'rdingiz, like bosib qo'ying.